Assalomu alaykum do'stlar. Qorasuddagi obyektimizni bugun 10-kuni. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, qilingan montaj ishlarimiz bilan tanishib chiqasizlar. Oldi fasad mana ikkita sloy 5 sm-likdan umumiy 10 sm izolyatsiya bo'ldi. Откоslariga XPS qildik mana. PVH uголокlarida ko'rib turganlaringdek juda ham chiroyli chiqqan. Ustalarimiz baraka topsin. Kassenkalar bor, jubillar qotirilgan. Pastga cho'kilga ikkita sloy XPS dan urilgan. Xo'p, buni yoruvlarini penalarda to'ldirib chiqamiz xudo xolasa. Ana откосlarni ko'rsanglar bo'ladi. Mana hozir ustalarimiz burchaklarga PVHlarni yopishtirishyapti. Xudo xolasa mana tep-tekis chiqadi. Ha, Johir aka. Charchamayapsizmi? Mana 45 gradusni bu joylar chiqaryapsiz, Yes, sog' bo'ling. Har kungi chiqayotgan musullarni ustalarimiz baraka topsin, akkuratna qilib yig'ishtirib qo'yishyapti. Montaj tugagandan keyin bu o'zimizning hisobdan akkuratna qilib, chiroyli qilib yig'ishtirib beriladi. Mana yon taraflari kassenkalar, PVHlar. Hop, mana ba'zi joylarga mana penalarni to'ldirishgan. Yaxshi, ikkita chala joyi bor. Uni ham hozir videoni ham ko'rishyapti. Ularni ham to'ldirib qo'yishadi. Hop, kecha videoni ko'rmagan bo'lsanglar, ko'rib chiqinglar. Bu taretsi suv berishadigan bo'lishdi. Baraka topsin. Assalomu alaykum, hormanglar. Mana hamma oynalarning откоslari cho'pli kontur qilindi. PVHlarda, kassenkalarda mana texnologiya bo'yicha montaj qilindi. Mana bizlarning bu yerda молодой yosh gvardiyamiz. Baraka toping, baraka toping. Mana hozir ko'rib turganlaringdek cho'pli kontur qilindi oynalarga. Uyi tashqi devori professional darajada texnologiya bo'yicha izolyatsiya qilinishi shart. Teplodoktor maslahat beradi. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar.